Endi bunisi umuman oshib tushdi. Endilikda ChatGPTga ham bitta konkurent bo'la oladigan sun'iy intellekt bor. Buning nomi Cloud va bu Anthropic kompaniyasi tomonidan yaratildi. Endi buni sizlarga hozir ozgina obzorini qilib beraman. Yoki buni ChatGPT nima farqi bor degan bo'lsanglar, buni eng ko'p foydasi qiyin vazifani bajaradigan odamlar uchun. Ya'ni misol uchun varonka kursi juda ham kuchli yoki juda ham katta logikali narsa kerak bo'lsa, bu juda ham zo'r. Aynan dasturchilar uchun buni zo'r tarafi bor. Misol uchun bitta dastur quryapmiz, bu MVP holatida va bu biz dasturimizni MVP holati. Bo'ldi, tayyor. Bizga kerak narsa hammasi bor. Bu yerda kodi tayyor. Buni bitta zo'r tarafi, bitta farqi, yozgan kodlarni, yozgan dasturlarni prevyusi bor. Shuni ko'rib tura olasiz. ChatGPTda bo'lsa, instruksiyani beradi, qanaqa o'rnatishni bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan nima qilishni bilmasdan yuraverasiz. Prosta backend to'laysiz, bitta dasturchini chaqirasiz, bo'ldi, shu bilan MVP holatda dasturingiz tayyor. Aytganimdek, bu oddiy ChatGPT foydalanuvchilar uchun emas, promptni yaxshi bera oladigan, o'zini ustida rosti ham AI bilan ishlaydigan odamlar uchun. O'sha aytganimdek, siz birorta bir dasturingizni bemalol MVP holatini, ya'ni fundamental holatini $20 bilan, bu ham bir xil ChatGPT bilan $20 ga ham ko'tarib olasiz. Bu sizdan ko'p gipotezalarni sinab olish, bozorga olib chiqish, qo'pol qilgan ko'proq pul topishingizga yordam beradi. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tayyorlaysiz. Sog' bo'lasizlar.